Arab futbolchilari O'zbekistonga kelsa, u qasr namoz deyiladi, ular 2 rakat namozni gastitsasida o'qib kelaveradi. U Abramov aytgan, ular namoz o'qimadi degan ma'noda aytgan. Razvoga kirib ketib, o'yinga chiqdi. Ular qasr namozi qilib, peshinga asrni qo'shib o'qiydi. Shomga xuftonni qo'shib o'qiydi arab futbolchilarida. Men o'zim ham o'shalar bilan bo'lgan paytim shunaqa qilardik. Uydan uzoqqa chiqsak. Abramovning bergan intervyusiga men juda jahlim chiqib ketdi. Chunki bu narsani yozaymi, yozmaymi degan nimada turdim, lekin jahl ustida yozdim. Juda xunuk intervyu bo'lgan. Namoz bilan roza hech qachon xalaqit berishi mumkin emas, chunki u birinchi o'rinda turadigan narsa. Bu futbol ham o'tib ketadi, hamma o'tib ketadi. Bu o'ziga aybni olmaganiga, bolalarga aybni qo'yganiga men jahlim chiqdi. Bolalarga aybni qo'yganiga men jahlim, lekin vaholanki hamma ayb o'zida. Abramovning o'zida 100%. Yonida bitta ikkitalarda bo'lishi mumkin. Yana yutqizib kelishgandan keyin federatsiyaga chiqib, menga bu aytdi degan intervyusini ko'rib qoldim. Odil Ahmedov menga bu aytdi, bu qo'y bu yoqqa, bu qo'ydi bu yoqqa deb. Himoyaga qo'ydi deb aytdi, boshqa qildi deb. O'ziga aybni olmaganiga bu narsa oshib tushib ketdiki, roza bilan namozni gapirgan.